Sen o'sha erkakni roziliksiz kerak bo'lsa, jannatning hidini hidlamaysan. Bu videoni farosati o'lik tug'ilgan ayollarga yuborib qo'yinglar. Ishdan charchab kelyapti, xotinga jahl ustida gapiryapti. Tasavvur qilinglar, u xotin o'rtoq emas. Ko'chadagi kim bilandir urushgani yo'q. Xotin bab-baravar urushyapti eri bilan. Eri bitta gapirsa, xotin ikkita gap qaytaryapti. Eri ikkita gap qaytarsa, xotin 5 ta gap qaytaryapti-da. Tasavvur qilinglar, er hayron. Qanaqa qilib u bilan keyin yaxshi gaplashish kerak? Bitta gapirsa men ketaman. Bitta gapirsa men ajrashaman. Bitta gapirsa, "Senga tegib nima ko'rdim?" Ey, farosati yo'q. Sen o'zing shu erkakni tanlagansan, to'g'rimi? Qanday qilib sen ajrashasan? Sen bu bilan bir 4 yil, 5 yildan beri yashab kelyapsan-ku. Yoki mayli 1-2 yil deylik, seni farzanding bor. Bitta bechora farzand chetda qolib yig'lab o'tiribdi. Yana nima deysan? Gender tengligi qani? Qanaqa gender tengligi? Sen ana bor-ku, ko'chada psixologiyam demayman men uni. Psixopatlarda gapirgan gapini sen bitta oilang bilan ajrashyapsan, miyasi yo'q. Sen uyingda ota-onang bergan tarbiyani kelib ko'rsating shart emas. Tushundingmi? Bu erkak seni o'rtog'ing emas. Sen o'sha erkakni roziliksiz kerak bo'lsa, jannatning hidini hidlamaysan. Tushundingmi? Va ko'chadagi men bitta dugonang gapirgan gaplariga borib uchib, erim bilan ajrashaman deb ko'chada kayf safo qilib yashayman. Unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa hayotda ishlamaydi. O'sha dugonalaring gapiga kirib ko'chada sen ham fohisha bo'lasan. Qo'ldan qo'lga o'tadigan 100 so'mlik pul bo'lasan, tamom. Seni hech kim qadrlamaydi. Sen ishonaver, seni eringdan eng zo'ri eringsan. Eringdan zo'ri yo'q. Eringdan zo'r do'sti yo'q. Eringdan zo'r bori oldingda hamroh yo'q. Ko'chadagi dugonalaring seni yaxshi bo'lishini xohlamaydi. O'zini hayoti yaxshi emas. Seni ham o'shanaqa 5 yillik fohisha bo'lishini xohlashadi. Shu narsa senga kerakmi? Senga baxt kerakmi yoki gender tengligi deb baqirgan u psixopatlarning gapi kerakmi? O'zing tanla. Shu videoni shunaqalarga tarqatib qo'yinglar. Shunaqalar ham ko'payib ketdi, to'g'risi, odam bir to'g'ri maza qilib yashagisi ham kelmay qoldi.